Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliqchi tumani Charog'on MFga bir kontur bo'yicha dala yer maydoniga kelindi. Mana hozirgi kunda bu yerda jami 10 gektar yer maydoni bo'lib, 50 ta fuqaroga 20 sotikdan yer maydoni berilgan. Hozirgi kunda mana pomidori ekilib yetishtirilmoqda. Endi hozirgi kunda pomidorimizni 1 gektardan o'rtacha 35 tonna pomidor mahsuloti olish rejalashtirilgan. Jami 10 gektar, yana 350 tonna pomidor mahsuloti olish rejalashtirilgan. Charog'onimizni kontur raqami 2241 bo'lib, lider tadbirkor etilib, Asiya Ligi Star tomorqa xizmati emchi biriktirilgan birgalikda ish faoliyati olib borilmoqda. Mana hozirgi kunda mana o'qarimiz bu yerdan suv ichadi. Mana konturimiz pomidorlarga ip tortildi. Mana hozirgi kunda mana hosildorchiligi ham shu hosilga kirdi. Endi hozir bu tomonimiz qisqaligi uchun uzun arasiga eniga ekilgan. Hozirgi kunda bu yerimizdan standarti uchun eni 200 metr. Bu tomoni terakzor zavr bilan belgilangan, bu yog'i esa yo'l maydoni o'tgan. Eni uzunligi bu yog'i 500 metr chiqadi. Oxiri shu tut teraklar bilan chegaralashgan. Ber tomoni ham uzunligi 500 metr, shu teraklar bilan chegaralangan.